Assalomu alaykum. Do you speak English? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do you speak English? Yo'q, unchalik emas, beginner ham. Qanchadan beri o'rganyapsiz? Bir haftacha bo'ldi. Ayol, qanaqa narsalarni o'tdingiz o'zi? Nima zamonlar? Beginner boshlayapmiz. Present simple tam present continuous shularmi? Ha, shunaqa ikkinchi, uchinchi minutga keldik. Okay, yaxshi. Men kitob o'qiyapman. I'm reading book. Zo'r, yaxshi. 3 ta gap beraman. Hashabi ikkitasini tarjima qilib berasiz, 100 ming yutasizda. Hozir yana bitta tarjima qilib bering, okay? Ovqat juda mazali ekan. Food very delicious. Okay. Is qolib ketmadimi? Food Yes, very very delicious. delicious. Yaxshi. Mayli, hisobga olamiz. 3-inchisi. Qizil strelka ko'rsatayotgan joyga bossangiz, bizani 500 plyus o'quvchini xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim. Oz grammatika va so'z bilishsa ham deb nomlangan dars beriladi. Darsni 240 mingdan oshiq o'quvchilar ko'rib chiqqan. Siz ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Men yangi mashina haydayapman. I new car Aha. driving. Men yangi mashina haydayapman. Ketma-ketlik buzilib ketdi. I am new driving car. Okay, mayli. Ikkitasini hatto hisobga olamiz deganni. Zo'r, tabriklayman. Bir haftaga lekin yomon tarjima qilmaysiz, to'g'risi. O'qishliga